Bismillahirrohmanirrohim. Tug'anlar, kichkina garantiya jonini aytib ketayin. Mana bu uyga o'tgan yili pechka jasab berdik. Ushul mo'rdan. Bular уже qishda o'tkazib. Yana naqadag'i uy solishibdir. O'sha yoqqa deli pechka jasab bitdik. Yana garantiya jonini aytib ketayin. Garantiya qanday bo'ladi? Jashovni o'zidan garantiya yo'q-da. O'shuning uchun misoli mana bu pechka manancha yil bo'ladi, garantiya berilmaydi. Misoli ustadan staj so'raladi. Qancha yillik stajing bor, eldir sendan rozi bo'l deb. Bunalar уже qishdan o'tkazishdi. Rozi bo'lgandan bunaqa deli pechka jasatqani bizda chiqirdilar. Bu shunday bo'ladi. Misoli garantiya bermayim, anday bo'ladi. Misoli suylashdik-ku, biz javob ketmaymiz. Nomerlarni beramiz. Pechkada qandaydir problema bo'lsa, inshaalloh kengroq baylanishaverasizlar. Bu shunday bo'ladi. Atak jashovni o'zidan garantiya yo'q. Garantiya jonini kichkina aytib ketayin dedim. Biz bu yoqqa pechkani jasab bitdik. O'tgan yili bu yoqqa pechka jasab berganmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Очередной pechka tugunda, aravonda. Qanday chiqib turibdi mana pechka bir ko'rib qo'yg'ilay. Совсем turadi-ku. Nemetskaya sistema 3 оборот. Ikki uyning o'rtasida qo'yilgan pechka. Shunday pechkalarga radiator tig'ib, kotel tig'ib, radiator ulab Parvataplina qilsa dela bo'laveradi. Bu ikki uyning o'rtasida joylashgan pechka. Baylanish nomerlari 559 62 62 42 ga WhatsAppdan yazsanglar, o'chirtga yozib so'ron qilib jasab beramiz inshaalloh. Pabrazli duxovka cho'ng listi bo'ladi. Uyni jelitishlar o'tdi. Tashkent bo'ladi inshaalloh.